Dilisa kes, bir jinshi vermişim. Hoş olup gittiğim oldu da. Veycinim keldiniz mi? Ha, men saklap tutdum. Ucum da kısnap ketdim, ben bakıp çıkaya. Ma'qul. Asta, suvmi qilibdi ya. Ko'rdiga yirib qo'yaversa. Bir xo'sh qilibdi. Ben Oy, geldim keldim ha. Ha, kırıp çıkaya. Asliga jinshi tayyorlab qo'ydim. Surprise. Uf hocam. Ko'rdim ha. Sizdin mi? Shu sildik ataydim. Jinshi surprise tayyorlag'anti. Hayron qoldim ha. Yakay anca ayran, kabılık ve mesken. Hayron qolmadimmi? Sizning amroqliklaringizni bilib, men tunji qitim menda ishni qilishim. Endi sizni bak cho'ng bo'lib ketsa, gap bo'lmay qolmasin deb kichikroq tayyor qildim. Siz uning kichikligiga hargiz sal qaylimsa, u gerçi kichik bo'lsa-mu, uning ichida nurg'un javhar bor. Normal adam yemda ne? Yasalmani qilib o'tamiz deyman. Xas bir qiz bola uni yeyishni yaxshi ko'rmaydi. Men sizni ashta g'ayri tamga amroqliklarini bilib, alaydan tayyorlagan. Agar yemayman deb qasira, ikki qo'llarini tiqib ichini qo'chib baqila. Men ichiga qattiq bir jingshidan birini sep qo'ydim deyman. Qanday yaşadınız? Qo'limni tiqdim shu. Bayama jinshini solaman deb qo'lim yuqishib ketganda. Ana chiqib qoldi. Aras men sizlarga atab shu babikaning ilaqa lapiz ham bo'ldi. Ikki kishlik qo'lda siqqan ila qo'lin go'jidan ikki kishlik asha tayyor qilib qo'ydim. Endi yeymiz. Dilisa, mening qiz do'stim bo'lsa, men sizga uchun bo'lishda yo'g'on jinshidan tayyor qilaman. Sizni jinshiga to'yg'izdim. Yo'g'on jinshili bor. Shunda. Bok şahıcı.